haliyam bu desertdan tatib ko'rmagan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rib, albatta shu retseptni tayyorlab yeb ko'ring. Mazasi sizga yoqadi. Birinchi bo'lib tagiga olmaydigan idishimizga suv, sut, sariyog' va tuzni solamiz. Yaxshilab erigandan keyin un qo'shib, unni ham xuddi shu holatga kelguncha yaxshilab aralashtirib turamiz. Massa ozgina sovigandan keyin tuxumlarimizni bitta-bittadan qo'shamiz va har bitta tuxum qo'shilganda mikserlab xuddi shu holatga keltiramiz. Shu holatga kelgandan keyin konditser qopchasiga solamiz va yaxshilab muzlatib olamiz. Ungacha ustidagi pechenkasini tayyorlab olamiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladi un, shakar va sariyog'. Yaxshilab chopperda maydalab olamiz. Xuddi shunaqa holatga kelganda pergamentni orasiga solib yoyib olamiz va yubqa qilib, dumaloqchalar qilib kesib olamiz. Uni ham muzlatishga morozinlikka qo'yib yuboramiz. Qotib olgan zavarnoylarni qolipdan chiqaramiz va listga qo'yamiz. Ustidan krekelinni ham qo'yib pishirishga yuboramiz. Pishayotgan vaqtda ehtiyotkor bo'ling, teylari kuyib ketmasin. Kremni tayyorlaymiz. Krem uchun qaymoq va quyultirilgan sut yaxshilab mikser qilamiz. Krem tayyor. Tayyor bo'lgan shu shirinligimizni orqalarini shunaqa teshib, birinchi krem va malinali konfet tayyorlab olamiz. Juda ham mazali bo'ladi.